Assalomu alaykum Nirjavik nomeradagi kuzatuvchilar, Nirjavik ishqibozlari. Alhamdulillah, Allohning izni bilan mana bitta xonadonimizga palasinali fasonimizni tilla rangligini topshirdik. Bu fasonimizni 1 metri 390 ming so'm. 390 ming so'm ichida olib kelib o'rnatib berish hamma yo'g'i kiradi va mexanika, tomchi, ichiga zavodskiy holatda yopilgan bo'ladi. Shu narsalarimiz kiradi. Katta zinamizga katta tumbalardan foydalandik. 5 ta ketdi. Bu tumbalarimizni narxi 480 ming so'm, metrdan tashqari отдельный hisoblanadi. Общий maydonga 21 metr joyga 9 ta katta stoykalarimizdan foydalandik. Mana bu podval qismimizga eshik o'rnatib berdik, nержавейкаdan ochilib yopiladigan. Yosh bola tushib ketmasligi uchun chiroyli holatda chiqdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Klientimiz ishdan charchab, asabiylashib, kezam Şperilerini olduga stuchani qo'yib, tomosha qilib, san'at asarlarini o'tiraman, charchavlarim chiqib ketadi deyapti. Yo'q, mayli, tasiga perila qilib beruvdim, yuzim yarashmayapti deb, yuzini buzib yangilab boribdi perilaga moslab. Perilani go'zalligini qarang. Shuni artib qo'yasiz, boshqa hech qanaqa ishi yo'q-da. Nice. Telegram kanallarni